ma'muriy kodeks ekan bu, uzr. Va bazaviy hisoblash miqdorini javobgarligi bor xullas. Endi direktorga bosim bo'ldi, u ham bechora buyrug'ni bajargan bo'lsa kerak. O'sha uchun endi vaqtincha bo'shatishga biza iltimos qilib, bir ikkita qonunlarni, qoidalarni ko'rsatganimizdan keyin mayli deb ko'ndiyu. Atak unda ham zo'rg'a ming bir urinish bilan Konstitutsiyaviy sudga murojaat qilish saytlari berilgan internetda, lekin ming afsus, bir grammlik foydasi yo'q bu narsalarni. Urinib ham o'tirmanglar. Qachon foydasi bo'ladi? Mana shu internet portlab ketib, hammaga yoyilib, jamoatni nazariga tushib qolsangiz, o'shanda bo'ladi ekan hamma narsa. Televideniya ham o'shanda qiziqib qoladi ekan. Ming harakat qilavering, televideniya ham undan oldin sizni chiqarmaydi ham, yaqinlashtirmas ham ekan. Tak. Ekspertiza, Xadicha Sulaymonova nomidagi sud tibbiy ekspertiza mana ijtimoiy tarmoqqa o'zlari reklama qilib qo'yibdi mana. Tog'ay suyaklari, aynan meni kasalligim bo'yicha ekspertiza turlari bor. Summasi 13.662.800 so'm deb ko'rsatib ham qo'yibdi. Lekin ming afsus, bu narsani mana sud yo'q u yerda, menga ishonmaysizmi deb turib ishontiruvchi so'zlarni aytib qoldirdi bu narsani. Sud ekspert, ya'ni sud tibbiy eksperti aytda yozilgan mana jinoiy javobgarlikka olib kelmaydigan tarzda sud ekspertizasi o'tkazish tartibini buzganligi va sud ekspertiza vazifasidan vijdonan munosabatda bo'lmaganligi uchun ekspertiza muassasasining sud ekspertiza qonun hujjatlariga muvofiq javobgarlikka tortilishi, boshqa tashkilot xodimi yoki boshqa jismoniy shaxs bo'lsa sud ekspertiza o'tkazishga jalb qilinadigan shaxslar ro'yxatidan chiqarilishi mumkin. Na ro'yxatdan chiqardi, na boshqa qildi. 2-3 marta sud ekspertizadan o'tdik, aynan o'shanga o'tkazib o'tdi. Nima desa, o'sha ishni yopadi. O'sha gaplashib ham kelgan. Tak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni 257-sonli chislosi 28/11/22-yil. Ya'ni bitta jinoyatlarni tergov qilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlash sifat jihatidan yangi tizimni joriy etish to'g'risida deb qo'yibdi. Ya'ni ketdi. Yangi O'zbekiston sharoitida jinoyatlarni tergov qilish sohasida malakali kadrlar tayyorlash. Malakali tayyor yo'q Qo'shko'pirda. Tergov bo'limi bo'ladimi, inspektormi, operatormi, opermi, hech qaysi men tan berganimda bitta o'sha tarbiyachi bor edi, ismi adashmasam To'lqin ekanmi. O'sha bir ozgina ushlab turardi xodimlarni. Endi uni bevosita prezidentning 10 sonli qarori chiqqan. Bundan tashqari 23-yil adashmasam fevral oyida unga yuklama yuklatilgan. Mana shu mas'uliyat yuklatilgan. Xodimlarni nazorat qilish, xalqchil bo'lish, xalq bilan birga ishlash, ommaviy axborot vositalariga yoritib borish degan joylar. O'sha uchun balkim u to'g'ri ishlasa kerak. Undan tashqari Rahimjon aka degan mayor ham bor, uchastko'ylarni nimasi ustidan qaraydigan boshliq, tuman shahardagi. Shaharda uchastko'ylar ustidan qaraydigan boshliq. O'shalardan tashqari men normal ishlaydigan ichki ishlar xodimi ko'rganim yo'q Qo'shko'pirda. Davom etamiz. Tayyorlash va qayta tayyorlash amaliyotini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish, ushbu yo'nalishga ilg'or xalqaro standartlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning yuqori malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida o'sha vazifa qo'yapti. Ketdi. Birinchi, ikkinchi Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya, Davlat bojxona qo'mitasi va Adliya vazirining quyidagi takliflari ma'qullansin. Mana shuncha odam taklif bildiryapti. Nahotki xabar yo'q deysizlarmi pastda bo'layotgan narsalardan.
o'zlari taklif bildiryapti, o'zlari mana farmon qonunga o'z hissasini qo'shyapti. Akademiyalarda mana ko'rsatyapti, qayta tayyorlanish ko'rsatilsin. Toshkent davlat yuridik universitetlarida qayta malaka oshirsin, stajirovkalarga borsin deyapti. 302-modda xizmatga sovuqqonlik bilan qarash. Boshliq, adashmasam bu jinoyat kodeksida boshliq yoki boshqa mansabdor shaxslarning o'z xizmat vazifalariga nisbatan pala-partish yoki vijdonsizlarcha munosabatda bo'lishi tufayli bu vazifalarni bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi ko'p miqdorda zarar yetkazilishiga yoki boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa 3 yildan xizmat bo'yicha cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan tashqari, agar og'ir oqibatlarga yoki guruh bilan tajovuz qilinsa degan nimasi bor, davomini o'qib o'tirmayman. U undan ham battar og'irlashtiradi. Xuddi mana shu narsa bizlarga to'g'ri keladi. Mana moddiy jihatdan ham, moliyaviy jihatdan ham bizani tang ahvolga olib kelib qo'ydilar. Mana moddada eshityapsizlar. Tergovchi, prokuror, sud tizimi. Kim chora ko'radi bularga? O'zlariga o'zlari chora ko'rmaydi-ku. O'sha uchun boshida aytdim, tizim chirigan deb. Qattiqroq nazoratga olish kerak bo'ldi bularni. Korrupsiyaga qarshi kurash milliy agentligi deb chiqargan Akmal Burxonovmi kim edi? Hech qanaqa qo'lda vakolat yo'q. Prokuratura sudga borsa shunday kiritmasalar ham kerak uni. Lekin katta bir vahima qilib senatda muhokama qilinadi u bechorani nima qilgan xatti-harakatlari. Endi sud ekspertiza Qo'shko'pir. Sud tibbiy ekspertizasiga fuqarolik kodeksiga asosan men o'z haq-huquqlarim poymol bo'layotganligi to'g'risida sudga berishdan oldin bularni oldidan o'tdim. Har bir tashkilotga jismoniy va yuridik shaxslarni murojaat to'g'risidagi qonunga asosan bu tashkilot ham shularning toifasiga kiradi va men bunga murojaat qilishim kerak bo'lgan murojaat qilganman. Telefon orqali. Mana shunday ichki ishlar o'tkazib bermayapti, cho'zilib ketyapti, tan jarohati yetkazilgan izlari qolmayapti keyin deb turib, mana 4-fevral 24-yil nima berganman. Telefon orqali murojaat qilganman, og'zaki murojaat. SMS ham yozganman. Sizga to'g'ridan to'g'ri murojaat qila olamanmi yozma ravishda? Shuni so'ramoqchi edim. Huquqiy so'rov. Iltimos, noto'g'ri tushunmang. Sababi kecha kuni больницаdan chiqmoqchi bo'lib uyga boruvdim. Yana bu safar akam qo'ltiq tayog'imga tortqilab yerga sudrab tashladi. Bu holatda endi ikki oyog'im ham ishdan chiqdi. Ichki ishlar xodimlariga qonuniy tartibda murojaat qilganman, lekin bular ishi ko'paydi shekilli, birorta xodim kelmadi. Shish ham bor yaxshigina. Qaytib joyiga kelib qolgandan keyin kech bo'lmaydimi? MRTga tushib yozuvlarini olib keldim. Mana murojaat. SMS'la yozyapman. Qo'shko'pir tuman nimasiga, ekspertiga, Sardor degan. Yaqinlashib o'tirmanglar, maslahatim. Qo'shko'pir fuqarolari. Sirazi mana ko'rganman qanaqa nimalaringizni, ish faoliyatingizni deb turib raddiya bildiraveringlar. Maslahatim sizlarga. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenum qarorlari harbiy xizmatni o'tash tartibiga qarshi jinoyatlarga oid ishlarni ko'rish bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida 2020-yil 15-sentyabr 23-sonli. Bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkin. Plenum qarorlari bor даже meni xatti-harakatim bo'yicha. O'sha yerda ana tog'ora yo'qoldi, ichidagi narsalar bor edi, qolib ketibdi deb ana birinchi urush paydo bo'lgan vaqtda men borib turib, qo'yinglar, ertaga tinchgina hal qilaylik. Bu yerda qo'ni-qo'shni va boshqa bor. Tinchini ham buzyapmiz. Soat уже 10 dan o'tdi degan bir ma'noda borib turib nima qilgandan keyin meni ko'pchilik bu urib tashlashdi, hushdan ketguncha. Mana shu plenum qarorida ham ko'rsatilgan. Qani lekin bularga chora ko'rilolmayapti sud tarafdan. Xo'p.